Qadrli obunachilar, xudo xolasa inshaalloh yana yangi partiyalar kelyapti. Like'larni bosib turinglar, xudo xolasa. Biz bo'lmasa video syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, So'roy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari mana bunday yemga tayyor boqima buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan So'roy qishlog'i Toshloq mahallasidan siz tanigan, siz bilgan arzonchi optimchi akamiz, ya'ni Ziyodbek akamizni mini mol firmasidamiz. Obunachilar, bugungi kunimiz xudo xolasa 15-aprel haftaning chorshanba sanasi 2026-yilda mana bunday syomkalarimizni qilganmiz. Bir donadan like bosib, videoni maksimal darajada tanish bilishlarga jo'natib qo'yasiz. Sababi obunachilar, hop, kimdir mana bu videodan ko'rib bu qolsa, albatta sizga ham bizga ham savobi ulug' obunachilar. Soni 8 bosh obunachilar, xudo xolasa Ziyodbek akamiz o'zlaridan hop olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Ziyodbek aka. Charchamasdan olib kelib oldingizmi aka? Assalomu alaykum obunachilar, sizlar sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudo xolasa yangi partiyalar yetib keldi. Sifatlilardan, zo'rlardan, narxi zo'rlardan kelgan xudo xolasa. Alloh hammamiz umrimizga baraka bersin. Ishlarimizga, qilayotgan mehnatlarimizga rivoj berib, baraka bersin. Musofirdagi birodarlarimizga ham omadlarini bersin. Zo'rlardan keldi, bir qator ko'rsating. Xudo xolasa yengil tars, xudo xolasa. Hop, obunachilar, hop. Tars narxini aytamiz, sababi kun kech bo'lyapti aka. Narxini yengil qisqa video qilaylik obunachilar, maza qilib uylariga olib borib qabul qilib olasiz mana shu buqalarni. Obunachilar, birinchisiga mana bunday toza shved variantidagi buqamiz obunachilar ideal holatda, bo'ylarini aytmabmiz aka buni. Xo'p, bo'ylari 1.25 plyusiga minusiga olishadi. Aha. Kattalari 1.28-30 ga yaqin kelyapti. Xo'p. Endi bo'yga tortishmaylik. 1 sm nari beri, lekin ozroq aytib yetkazilaveradi. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, shvetimizni xudo xolasa narxini eshitamiz inshaalloh, lekin narxini eshitib oldim, oldi. Bitta ko'ringlar, mashalloh. Tepa qismlariga ahamiyat beringlar. Tepa chiziqlari ham o'zi bir qarcha ketib qopti, elliligi, mashalloh, o'ta go'zal. Qulonlarda inlari bor, toza variant. Ellari bor xudo xolasa. Jonivor mana obunachilar. Xo'p, bo'lmasa aka bitta o'ziga narx aytamizmi buni? Ha, bu kattaroq. Xo'p. Endi narigilarga ham narxi ta'sir qilib ketmasin. Xo'p. Mana ko'rib turibsiz, mol ideal xudo xolasa, oyoq qo'llari yo'g'onligi yaxshi. Qo'lni bering obunachilarga. Necha pulga beramiz? Xo'p. 30 millionga kamini qilib beraman. Ha, 30 million demang aka. 30 million. Mana aytibman, har videoda aytib o'tib ketaveramiz, xudo xolasa, o'shanaqa qilib olishaveradi. Xo'p. Bitta sotayotgan men emas, aytaman doim. Atrofga solishtirsin. Bemalol narx-navosini o'rganib, atrofga bozor syomkalari chiqyapti, solishtirib olishaveradi. Xudo xolasa narxidan yo'lmaymiz ertaga. Ha. Bitta gap 100 so'm, 2 so'm emas, 29.5 ga uylariga kirib boradi. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 29 million 500 ming so'm. Mana shu buqa inshaalloh sizniki bo'ladi degan umiddamiz obunachilar. Like bosgan insonga xudo xolasa sunnat xayriga o'tib berasiz endi. Voy. Bitib kelgan xudo xolasa doim ishlar. Bo'laveradi. Hop, obunachilar, undan keyingisiga mana bunday shved variantidagi buqamiz, lekin mol bunga nisbatan narigini gavdasi katta ekan, bor-ku, mashalloh. Yosh oyligi, lekin yosh ochig'i. Voy jonivor, qoshlarini ko'ringlar, qadrli obunachilar. Xudo xolasa inshaalloh sizlarga ilindik ekan. Narxini aytib o'tib keting endi. Xo'p. Narxi, ha. Tars bo'ladigan. Xo'p. Sifatida narxi past. Xo'p. Xo'p. Dangal ish bitadi, 27.5 ga uylariga xursand. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. 27 million 500 ming so'mga barakasiga sunnatiga o'tib beriladi inshaalloh. Telefon qilgan odamga kami bo'ladi, albatta har doimgidek xayri bo'ladi obunachilar. Albatta So'roy bozorida bo'ladi. So'roy bozorida bo'ladi, to'ppa to'g'ri. Voy jonivor. Voy. Ey, ayiq polvon nima deyapti? Jonivor ey. Tepasini ko'ringlar, bo'yin qismi, tepalari o'ta illi. Yarim tayyor mahsulot. Yarim tayyor mahsulot, ha. Oyoq qo'liga ahamiyat bering obunachilar. Oyoq qo'llari xudo xolasa to'sin bo'ladigan buqa inshaalloh. Xo'p. Buni narxini ayting endi. Xo'p. Buni narximi? Ha.
Hop, bismillahirrohmanirrohim. O'zimizga kelgan narx qo'ya olmaymiz. Xo'p. Aytyapmiz. Yengil bo'lmasa, xudo xolasa sotilmaydi. Xo'p. 25,5 ga xursandchilikda uylarga kirib oldi. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. 25 million 500 ming so'm narx qo'yilyapti mana shu buqamizga qadrli obunachilar. Lekin buqa ochig'ini aytganda yerga yaqin tapalaq o'ta go'zal narsa. Xudo xolasa yemni bosib berasiz. Tonnaga yetmasa telefon qilib aytaverasizlar obunachilar, xudo xolasa. Xudo xolasa bu yedirtirib o'zida yarim to'yarmaslar deyapmizmi? Taroziga tashlashganda xudo xolasa mujallaridan ozgina ko'proq kelaveradi xudo xolasa. To'ppa to'g'ri. Xo'p, bu ikkalasini qo'yaylikmi? Bo'yi bir xil ekan nima deysiz? Ikkita qo'yib ketaveramiz. Ikkitaga qo'yaveramiz a? Cho'zilib ketmasin. Ha, bo'laveradi. Videomiz ham ochiqni aytganda cho'zilib ketmasin. Hop, Ozroq. hop. Birinchisiga ola variantidagi Gardani o'ta kuchli. gardani kuchli bola ekan haqiqatdan. Yeb icharlar xudo xolasa yaxshi aka. Voy. Mana drabilka xudo xolasa. Aytyapmiz. Drabilka. Sizdan muddatlari bor xudo xolasa 3 3 kun yedirib ichirishadi. Ha, Yesa ular kelmasa bizniki. bo'laveradi. Hop, 3 kun sinov muddati bor. Albatta obunachilar yesa ichsa xudo xolasa sizga qoladi. Yemasa ichmasa ziyod bo'kadi. Telefon qilishga shoshilaverasizlar. Asli xudo xolasa bu mollar yemasa ichmasa bu darajaga kelmaydi, to'g'rimi aka? Albatta. Hop, bu birinchisi. Hop, ikkinchisi obunachilar. Simental gibrid. Simental gibrid mana. Hop. Ikkinchisi ham o'ta gardalli, oldi ham kuchli mol ekan. Uzun mol. Uzun mol ekan Ertaga haqiqatdan. toshtaroziga keladigan mol Voy, xudo voy, voy. xolasa. Yaltirab, eng muhimi hali terisi yuqadan ekan obunachilar. yuqadan. Teri yuqadan ekan. Qo'lni bering obunachilar, necha pulga beramiz? Ha. Xo'p. 23,5 dan xursand bo'lishadi, uylariga kirib boradi. 2 million 2 OBTC'ga 47 million so'm pul bo'lar ekan. Telefon qilib sotib berasizmi? 46,800 ga olsin. Barakasini bersin. Obunachilar aytilgan narxlardan ham xudo xolasa kami bo'lyapti, hayri bo'lyapti. Telefon qilib savdoingizni qilib olishingiz mumkin. Undan keyingisiga mana bunday gibrid buqamizni ko'rsatamiz. Jonivor, oqbosh xudo xolasa. Ko'ringlar, garbonoslari o'ta go'zal holatda. Oldi, orqa inshaalloh keng. Eng muhimi teng obunachilar. Oldi gardanini ko'ringlar. O'zi taroziga tushadigan, ko'rbolikka oldi asosan haqiqatdan. Go'sht qiladigan xudo xolasa gardani bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Hop, bu birinchisi. Bu birinchisi. Ikkinchisiga oqbosh obunachilar. Bo'yi baland ekan bunga nisbatan, lekin o'da oldi tikka mol ekan. Sifati bir-biriga bittasini bo'yi bo'lsa, bittasini sifati To'ppa to'g'ri. Bittasini qo'yig'i, bittasini suyug'i obunachilar. Hop, bu ikkalasiga narx aytaylik. Shunday narx bo'lsinki, telefon qilib uka bo'ldi, babaraka deysin. Maydalashmaylik. Ha. Hop, egalasini ochig'i ko'nglimga bitta fikr keldiki, 23 million 300 ming 200 ming qo'yaman dedim-da. Ha. 23 dan olsin, xursand bo'lsa. Barakasini bersin. 46 million 46 million 800 ming so'm narx bo'layapti-ya, xudo xolasa. 7 tasini bitta joyga ham narxini aytaylik obunachilarga, hisob kitobingiz bo'lsa. Ha. Hisob kitobingiz chiqqanmi? 7 tasi bir joyga bo'lsa, Qo'lni bering. 25 dan olishadi, uylar yetkazib beraman. 25 million so'm. Demak, u 29,5 ni qo'yam, 20 hop 7,5, 25,5 ni qo'yam, o'shaning ichida ketaveradi. Lekin mana ular ham yomon emas-da. Bir-biridan qolishadi. Hop, bo'lmasa qarab turing, a. Hop, mana uni 23 million so'mdan qo'ydik-a. Hop, 23 million so'mdan. Monosini 23 million yo'q, 23 million 400 mingdan. 900 mingdan. 23 million 400. Ha, 23 million 400 ming so'mdan to'g'ri keladi. 25 million so'mdan telefon qilsa xayri bo'ladimi? 24 million 900 dan olsin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 25 million yo'q, xudo xolasa. 7 tasini bitta oling 24 million 900 ming so'mdan. Saroy bozoridan chiqdi degan obunachiga xudo xolasa xayri bo'ladi, kam bo'ladi. Bunaqa narxlar albatta Saroy bozori yetib keladi bo'ladi. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xolasa. Biz bo'lmasa video syomkamizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.